Nega erkaklar isterichka, sterva ayollarni yoqtirishadi? Erkaklar isterika qiladigan ayollarni emas, balki undagi ayrim psixologik triggerlarni yoqtirishadi. Bunga bir nechta sabablar bor. Birinchisi emotsional attraksion. Bunday ayollar bilan munosabat dramali, kuchli his-tuyg'ularga boy, zeriktirmaydi. Ko'p erkaklar uchun bu adrenalin kabi bo'lishi mumkin. Tinch, barqaror munosabat esa ba'zi odamlarga sal zerikarli tuyulishi mumkin. Ikkinchi sabablardan biri bolalik ssenariysi. Ko'p hollarda ildizi erkakni bolalikda onasi qo'pol, sovuq muomala qilib yoki talabchan bo'lgan, muhabbatni og'riq orqali his qilishga o'rgangan bo'lishi mumkin. Shu uchun bunaqa erkak ongsiz ravishda muhabbat, azob, drama degan ssenariyni takrorlaydi. Uchinchidan esa o'zini kerakli his qilish uchun isterik janjalchi ayol nazorat qiladi, e'tibor talab qiladi. Ayrim erkaklar uchun bu holat men u uchun juda ham muhimman degan hisni beradi. Bu esa ego uchun juda ham yoqimli. To'rtinchi sabablardan biri qutqaruvchi sindromi. Men uni tuzataman, men bilan u boshqacha bo'ladigan fikr. Bu qutqaruvchi roli o'zini qahramon his qilish istagida. Beshinchisi esa erkak o'ziga ishonchi past bo'lishidan. Chunki ishonchli, tinch ayol chegara qo'yadi, talab qiladi. Bunga har kim ham tayyor emas. Dramali ayol bilan esa munosabat nosog'lom, lekin tanish. Eng muhim joyi shundaki, sog'lom erkak va psixologik og'rig'i bor erkak ham isterik janjalkash ayolda uzoq qola olmaydi. Tinch, barqaror, hurmatli munosabatni tanlaydi.